Hoji tog'a, siz bolangizni ko'chirib o'tkazdingizmi bu maktabga? Mencha bilmayman, men nevaram. Ha, nevarangiz. Boshqa maktabda o'qirdimi? O'qirdi. Endi hozir bunga ko'chirib o'tkazdinglar. Ekan. Nimaga ko'chirib o'tkazdinglar buni? O'zingiz nima deb o'ylaysiz fikringiz? Endi sal yaxshiroq bo'lsin, odam bo'lsin deb qilamiz, nima qilamiz? Bu qanaqa maktabligidan o'zingiz xabar topdingizmi axir? Men jana omiroman uka. Endi xudo xolasa dadasi havas qildi. Mashinaga endi olib keldikda. Ana, qarang, Hoji tog'a, nevarangiz bor-ku, o'zi o'qiyotgan maktabdan ko'chirib o'tkazishgani sababi ota-onalarni. Bu yerda maktab bolalari maktab davrida $1000, $1,500 pul topadi. Bu IT maktabi. Kiber xavfsizlikka ixtisoslashgan. Shuningdek, bu yerda fizika, matematika, ingliz tili, xitoy tillari chuqurlashtirilgan tarzda o'qitiladi. Hozir imtihonga siz olib kelibsiz-da. Malades, men yosh bolalar ham inglizcha gapiryapti. Qancha o'rganib yurganmi, malades? Bizga ham sal-pal bilardim inglizcha. Kelganiga 2 oy bo'lishdi-da. 2 oy. Inglizcha ham gapirishyapti. Ana, hozir bir narsani so'ray, Sirojin domla, uzr minbar. Bolalar maktab davrida qanaqa loyiha qilib pul topyapti? Men hokim yordamchisi degan programma qilishdi degan tushundim. Hokimiyat loyihasi qilishgan. O'shani hokimlikka bo'lgan murojaatlarni amalga oshiruvchi loyiha. Bu endi startap loyihamiz. Startap loyihamiz hozircha yaxshi pilotniy rejimda amalga oshyapti. Bundan tashqari boshqa loyihalar ham bor. O'zimiz startap loyihalarini amalga oshirib, o'sha bo'yicha faoliyatlarni yuritishyapti bolalar. Ota-onalar nima uchun farzandlarini ko'chirib o'tkazyapti baqa? Nima deb o'ylaysiz, o'z fikringiz? Zamonaviy kasb, hozirgi trenddagi zamonaviy kasb hamda bizda shuni integratsiya qilingan ish bilan o'qish birgalikda amaliyoti bor. Ya'ni undan tashqari biz nafaqat o'qitamiz, balki ularni amaliyotga ham chiqaramiz. Ya'ni o'qigan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashadi. 5-sinfdan ko'chirib o'tkazsak bo'laveradi. 5-sinfdan ko'chirib o'tkazsak. Hozir avgust oxirigacha yana qabul bo'ladimi? Ha, hozir qabul qilyapti. Avgust oxirigacha imtihon bo'ladi. Uni o'qitamiz, bir oy o'qitib turib imtihon qilamiz. Bir oy ichida pul to'lashmaydi. Keyin imtihondan keyin o'sha maktabga o'qishga boshlanadi. bo'ladi. Mana avgust oyida to'lovimiz bo'ladi. To'lov bo'lgandan keyin bir oy o'qitamiz. Oyda oxirida imtihon qilamiz. Keyin maktabga kiradi. Keyin maktabga kiradi. Tanlayni bu, ya'ni imtihonsiz olmaymiz-da bolani. Imtihon qilib olamiz yani. Ha, tushunarli. O'rtoqlar, manzil yozsanglar, lokatsiyadan tashlab beraman. Mana bugun shuncha ota-ona farzandini imtihonga olib ketdi. Hoji dadam va nevaralarini olib kelishdi. Xullas, shunaqa gaplar. Pastki profil orqali batafsil ma'lumot olasiz. Ekran nomerga telefon qilib, maktab direktori bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lansangiz bo'ladi.